Amir Temurda soliqni hisoblashda mana bunaqangi usul bo'lgan. Amir Temur agar soliq olsalaring adolatli bo'lsin deydi. Adolatli bo'lishi qanday? Misol uchun soliqchi uyga borsa, shunaqangi mexanizm ishlab berilgan. Bug'doy ekkanning oldiga boryapti, aytayaptiki, bu yilgi hosiling qancha bo'ldi? Men misol uchun 20 qop bug'doy oldim. O'zingga qancha kerak? Men misol uchun oilam uchun 5 qop kerak. Keyingi yil urug'lik uchun yana misol uchun 5 qop kerak, 10 qop. Qolgan 10 qopdan davlat belgilagan ulushda soliq to'lash kerak. Ya'ni mana bu 10 qop soliqqa tortilmaydi. U yashash uchun keyingi etapga tayyor bo'lish kerak. Keyingisiga boryapti. Misol uchun oilangga qancha ketadi? Misol uchun 5 qop. Keyingi yil o'sish uchun 5 qop. O'zi qancha olgansan? 12 qop. Keyingi 2 qopdan olgan. Endi uchinchisiga borsa, o'ziga 5 qopdan 10 qop kerak. Yeyish ichishiga keyingi yil o'sha ekishi uchun. Lekin u 8 qop bug'doy oldi. O'sha yil dehqonchilik bo'lmadi. Uni asosini ko'rsatadi. Ya'ni meni aybim bilan emas, dehqon o'sha paytda endi diniy anaqa bo'lgan, qadriyatlar bo'lgan, boshqa bo'lgan, aldashning imkoniyati yo'q. Va 8 qop unga soliq olinmagan, unga 2 qop berilgan. Nima uchun? U och qolmasligi uchun, o'zini o'sha hayotini tiklash uchun, oilasini va samarali bo'lishini ta'minlash uchun.